Keyingi bo'y kim bilan bo'ladi endi? Hali aniq emas. Shu dekabrlarga mo'ljal qilyapmiz professional durishda. Endi baribir birinchi bo'yim bilan menimcha yaxshi bo'la bersa kerak, xudo xolasa. Endi harakat qilamiz. Chiroyli jang o'tkazishga. Shov-shuvli bo'ladimi? Albatta, shov buyog'iga hamma bo'yimiz shov-shuvli bo'lishiga harakat qilamiz, katta shovda tushishga harakat qilamiz. Xudo bersa. Isroil aka Madrimov bo'ylarini ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Nima deb o'ylaysiz fikringiz? Isroil juda ham yaxshi ishladi. O'sha yerda Olimpiadada turib balet qilganmiz Isroilning bo'yini. Endi biz uchun Isroil g'alaba qozondi. Endi u yoqda sudyalar shunaqa bo'ldi. Endi Amerikada bo'lganligi uchun ham sudyalar ancha unga yon bosishdi deb o'ylayman. Endi u chempionlik uchun. Biz uchun Isroil har doim chempion. Biz uchun pound va pound qiroli Isroildir. Murodjon aka Ahmadaliyev. Nimaga ko'rinmayapti? Murodjon Ahmadaliyev chempionlik jangiga chiqish kerak edi. Inoya degan yaponiyalik bokschi bor. U Murodjon bilan jang qilishdan qochyapti.